Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz hamma uchun manfaatli bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilikka ma'lum, sigir tuqqandan so'ng 18-21 kun oralig'ida kuyga keladi. Bu tabiiy va normal jarayon hisoblanadi. Agarda sigiringiz shu vaqt davomida kuyga kelmay, 1 oy, 2 oy vaqt davomida cho'zilib ketadigan bo'lsa, yokida sigir kuyga keladi, novvos bo'ladimi, sun'iy urug' bo'ladimi, 1-2 marta urug'lantiriladi, lekin sigirimiz bo'g'iz bo'lmaydi. Bu holatda nima qilish kerak? Xo'sh, bunday holat kuzatilsa qanday yo'l tutish kerak? Men o'z fermer xo'jaligimda ikki xil gormonal preparatdan foydalanaman. Bittasi Ferganin, ikkinchisi Registinol. Bular kompleks ravishda foydalaniladi. Bular nima vazifani bajaradi? Bu preparatlar jinsiy siklni sun'iy ravishda boshqarishda hamda sigirni kuyga kelishida bizga katta yordam beradi. Bu preparatlarimizdan qanday foydalanish haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu preparatlardan 10 kun oralig'ida foydalaniladi. Xo'p, birinchi kuni qilinadigan ish Ferganin preparatidan 2,5 ml vaqtga juda e'tibor berish kerak. Ertalab soat 9 da qilinadi. 7-kuni esa Registinol preparatimizdan soat 9 da 2 ml dan qilinadi. 9-kuni esa yana Ferganin preparatidan soat 18:00 da 2,5 ml qilinadi. 10-kunga o'tib nechta molni ro'yxatga olgan bo'lsangiz, 10:00 da hammasini sun'iy urug'lantiriladi. Agarda shu vaqt oralig'ida sigiringiz kuyga kelsa, sun'iy urug'lantirish jarayoni o'tkazilaveradi. Sxema oxiriga yetkazish shart emas. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, 10 ta molni men sxemaga ajratib olganman. Ulardan birinchi hamda 7-kungi gormonal ukollar qilingan, ya'ni Ferganin Registinol qilingan. Bugun 9-kungi ukolimni qilishim kerak, soat 5 da. Buni orasida mana ikkita molim 74 957 74 436 mollarim talab bo'lgan. Bularga o'sha gormonal preparatlarni qilmasdan o'sha kungi sanasini qo'yib, urug' qo'yib qo'yganman. Hozir mana 1,5 litr Ferganin tortib to'g'lamiz sigirimizga. Sxemadagi mol bu ham. Bismillah. Qadrdonlar, biz YouTube'da yangimiz. Shu uchun keyingi videolarimiz qaysi mavzularda bo'lsin, shuni kommentarlarda yozib ketsangiz.